qiz bolani o'qitish millatni o'qitish hisoblanadi. Qiz bolani o'qitsangiz butun boshli millatni o'qityapman deyvering. Qizlarini o'qitmagan millat kelajakda savodsiz avlodga duchor bo'ladi. Bu oqibati yaxshi emas. Chunki ayol kishi tarbiyani 80% qo'lida. To ona bo'lib bolani qornida ko'tarib, keyin quchog'ida ko'tarib, keyin tarbiyalab to jamiyatga olib chiqquncha aksar holda ona bilan birga bo'ladi bola. Undan oladi ko'p narsani. Tarbiyali bo'lsa, ilmli bo'lsa, millat dardida bo'lsa, u yaxshi kadrlar yetishtiradi. Imom Buxoriy ona tarbiya qilgan. Imom Malik ona tarbiya qilgan. Shu'ba ibn Hajjoj ona tarbiya qilgan. Imom Navoiy ona tarbiya qilgan. Imom Shofiy ona tarbiya qilgan. Qarasangiz, aksar ulug' odamlarni dadalari yoshligida o'tib ketgan, yetim bo'lib qolgan, ona tarbiya qilgan. Ona zo'r bo'lsa, zo'r avlodlar chiqadi. Shuning uchun bo'ydoqlarga ham shu tavsiya. Yaxshi, axloqli, ilmli kelin qidirish kerak.